Assalomu alaykum Hilol Kom obunachilari. Mana biz navbatdagi obyektimizga daho damafonlar qo'yib berdik. Hozir uni qo'yib tugatdik. Hozir uni ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, quyidagi pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Mana monitorimiz yonadi. Bu yerda mana bosamiz. Hozir sinab ko'ramiz. Hozir mana ishni bitirdik. Соединяем, пожалуйста, подождите. Yaxshimi? Ovozlar yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi, zo'r. Mana aytganimdagi ko'chada 2 megapiksel o'zining kamerasi bor. Kim keldi, qachon keldi bemalol vaqtlarigacha ko'rsatadi hamda zaps qilib qoladi endi belgilansa. Bundan tashqari mana bu yerda kameralari ham bor. To'lab berganmiz mana ko'cha ko'rinishidagi kamera. Bu qo'limizda o'sha arzonda beryapti. Yana biri. Qisqasi, bunga bemalol kameralarni ham ulasa bo'ladi, bluetoothli bo'ladi, Wi-Fi bo'ladi. Bunga kabel tortish shart emas, bunga o'sha blokdan tok berib bersa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Hilol Kom doim sizlar bilan birga, suv kabi bo'ling, sizlarni kutamiz.